Sizlarga sadaqaning eng afzalini yoki eng chiroylisi qaysi ekanligini aytib beraymi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Suroqa ibn Malik radhiyallohu anhuga qarata shundoq dedilarki, sizlarga sadaqaning eng afzalini yoki eng chiroylisi qaysi ekanligini aytib beraymi dedilar. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, u senga qaytib kelgan, ya'ni turmushdan ajragan yoki beva qolgan va sendan boshqa boquvchisi bo'lmagan qizingga yoki singlingga ajratgan nafaqang va ko'rsatgan g'amxo'rligingdir deb Imom Ibn Majah, Imom Buxoriy Al-Adab Al-Mufradda mana shu hadis sharif keltirgan. Ana eng afzal sadaqa, eng afzal yaxshilik nima ekan? Hayotda azizlar har xil holat bo'ladi, har xil sinovlar bo'ladi. Ba'zida o'sha qizimiz oilasi bo'lmaydi, yo singlimiz oilasi bo'lmaydi. Mana shundoq mahalda ularni turtmasdan, surtmasdan, ularga mana shundoq bir hijolatchilikdan chiqarib, ularga tasalli berib, ularni mana shundoq qo'limizdan kelgancha ko'nglini ko'tarishga harakat qilib, ana shu qizimizga yo singlimizga har bir aytgan shirin so'zlarimiz, unga bergan moddiy, ma'naviy yordamimiz Allohning huzurida eng oliy sadaqa, eng oliy ibodat o'rnida turishligini mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib o'tyapti. Shuning uchun bu narsada azizlar juda ham ehtiyot bo'laylik. Chunki ayol kishi atayna ajrashay deb oila qilmaydi, yo beva qolay deb oila qilmaydi. Alloh unga shundoq imtihon berdimi, uni yonida turish kerak. Ota-ona, aka-ukalar. Ana shu mahalda uni ruhan singan holatda bo'ladi. Shunday paytda ota uydagilar unga doim ko'makchi bo'lish kerak.